Urganchga kelganimda qaynonam va qaynisinglim juda ham zo'r kiyimlar bor bu yoqda deb maqtashgandi va bugun men Shapagolik magazinidan pochin qilishni boshladim. Ya'ni o'zimga shunaqa asal look tanladim. Qizajonlar, bu kostyum bryukni boshqa rangi va ozgina boshqacharoq fasonlaridan bor. Hozir men sizlarga ushbu Shapagolik magazinni obzor qilib beraman. Eynimdagini shokoladni, temno-siniy va hamma yaxshi ko'radigan qora ranglaridan bor. Qizlarjonlar, Shapagolik magazinida eynimdagi mana bunaqa bazaviy narsadan ham bor. Shundoq bitta long sleeve bilan kiyib ketaverasizlar. Qaranglar, eynimdagi rangidan bordoviy va temno-siniysi bor. Narxi atigi 340 ming. Bu turetskiy qizlar. Qaranglar, qanaqa asal kostyumchik topdim Zaradan. Buni hozir men sizlarga ranglarini ko'rsataman. Shunaqa chiroyli ranglari bor. Men bu juda ham modniy ekan, o'zimga rosa yoqdi. Mana buni qaranglar, iPhone 17 ning rangiga o'xshaydi. Вообще